Assalomu alaykum ko'ktang bolalari. Sog' salomatmisiz? Charchamasdan yuribsizmi? Mana bugun biz hozirgi mavsumiy taomlarimizdan biri oshqovoq ichiga farsh solib dimlamoqchimiz. Hozir stolda to'g'raldi, tovoqqa solib ulgurmadik, srazi solamiz. Idishda ham kam yuvishga. Qovoqni ichiga tuz sepamiz salgina. Sepildi suv, tuz. Sepildi. Endi bir xilda qilib sachratib solamiz ichiga. Labay bobojon. Gapiring bobojon, syomka ketyapti. Bu oshqovoq farshli. Farshli oshqovoq. Mana bu muzlab yotgan ekan, shu uchun qiyin bo'ldi to'g'rashimiz. Aybga buyurmaysizlar, shu uchun yaxshi aralashmagan bo'lsa ham jarayonda aralashib ketsa kerak. Tuz solingandan keyin endi farsh solib tashlaymiz. Solamiz farshni. Shu yerga to'xtaymizda ozgina to'rik aralashtiramiz. Azizlarim, bilasizmi, biz to'rik bilan hozir kurashyapmiz. Shunday. Yarmini qo'shamiz, keyin yana farsh solamiz, keyin yana yarmi solamiz. Birga aralashtirsak ham bo'lar, nima farqi bor? Baribir bitta idishga kiryapti-ku. Bitta qoringa kiradi-ku degandek. Bobojon, молодец. Sen shuni siz solmaylik. Yeb qo'ying shuni. Yaxshi ekanmi? Qoldirmay yeysizmi, bobo? Bo'ldi. To'g'ri qutuldik yarmisidan. Mana biz hozir farshlarni soldik. Buni manti qozonning barabaniga qo'yib gazda pishirib olamiz. Biz mana bu oshqovoq juda semiz ekan, farsh sig'may qoladimi deb sal qirib olgandik. Piyoladagi oshqovoqni ham sevib boramiz yuziga. Va yuzidan salgina tuz sepib yana farsh tuzlangan. Mana bu murchdan ham sepamiz yuziga. O'zi bug' bilan tushadi ichiga. Ba'zilar bizda murch qalampir yemaydi, shu uchun betidan sepib qo'yamiz. Bir chetidan keyin suzib beramiz yemaydigan kishilarga. Murch sepamiz. Qalampir bilan aralashtirilgan. Ko'prog'i buni murch, kamrog'i qalampir. Bobojon, ikkita lavrol list olib keling, betiga qo'yib qo'yamiz. Bo'ladi, bahora. Mana shu yerga ham uzilgani bor. Toshaydan oldiga ko'ring, uzilgani bor. 2 dona uzib keling. 2 dona, 3 dona lavrol list qo'yamiz, hidi chiqib, chiroyli bo'lib pishishi uchun. Ko'katlar solindi. Ko'katlar solindi. Endi gazga, olg'a. Mana shunday taomni tayyorlab bering bolalaringizga. Ser vitamin. Ba'zi bolalar qovoq yemaydi. Mana shu bilan yeyishi mumkin. Rahmat e'tibor uchun. Sog' salomat bo'ling. Xayr.